o'rtoq, dars ham tugadi. Endi uyga borib bir dam olsak-chi, juda ham charchadim. Qorni yog'ishini qara. Sovuq bo'lib ketdi shunday. Xo'p, sovigan bo'lsa nima qilibdi? Uyga borib nima qilamiz? Faqat dam olamiz, yotamiz, undan ko'ra yuri. Kutubxonaga borib kitob o'qiymiz. Bu yergami? Ha? Yaxshi kutubxonami shu? Zo'r. Kitoblar juda ham ko'p. Senga yoqadi. Xayrchi. Men Samarqand davlat chet tillar institutida 4-bosqichda tahsil olaman. Darsdan bo'sh paytlarimda ilmimni oshirish hamda bilim ko'nikmalarimni shakllantirish uchun viloyat axborot kutubxona markaziga kitob mutolaasi uchun kelib turaman. Hozirda kutubxonaga kelib, tarixiy asarlarni o'qishni boshlaganman. Hozir o'qiyotgan kitobim Pirimqul Qodirovni Avlodlar dovoni nomli kitobi hisoblanadi. Bu kitobda Boburiy shahzodalar, ayniqsa Boburning farzandlari, uning nevaralari haqida, davlat boshqaruvida shahzodalar, qirollar qanday yo'l tutishi kerak va Temuriy malikalar o'zlarining hayotida qanday qiyinchiliklarga uchragan va o'zlarini qanday go'zal axloq odoblarni qanday odamlarga namoyish qilganliklari haqida kitobda juda go'zal izohlar bilan berib o'tilgan. Hozirgi kunda o'qiyotgan barcha yoshlarimizga kitob o'qishni tavsiya qilaman. Xohlagan yo'nalishingizda kitoblarni shu kutubxonadan topishingiz mumkin. Men o'zim tarixiy kitoblarga qiziqqanligim sababli shu kitoblarni sizga tavsiya qilaman. Bu yerda nafaqat kitob o'qishingiz, balki bilim ko'nikmangizni yanada shakllantirib, yangi do'stlar orttirib, o'zingizni yanada yaxshi holatda ko'rishingiz mumkin. Qadrli kitobxonlar, tanlov o'z qo'lingizda. Bugun qilgan qarorlaringiz orqali kelajakda qaysi darajada bo'lishingizni o'zingiz belgilab berasiz. Shunday ekan, o'qib o'rganing. Zero fazilatli ilm olish saodatdir.